Assalomu alaykum hammaga. Bugun Navro'z olam yangilanish bayrami. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli va kayfiyat beradigan joyga boramiz. Bir o'zimizni xursand qilib kelaylik. Yo'lda juda ko'p varaklarni ko'rdik. O'zimiz uchun ikkitasini oldik. Rostini aytsam, bunday oddiy dam olishlar eng esda qolarli bo'ladi. Mana o'sha joy. Hamma shu yerda dam olmoqda. Shahar tovuqinidan biroz uzoqlashib, tabiat qo'ynida dam olish bu boshqacha hissiyot ekan. Mana hozir piknik qilib o'tiribmiz. Oddiygina ovqat ham bu yerda boshqacha mazali tuyuladi. Hozir esa eng qiziqarli qismni boshlaymiz va rak uchiramiz. Qimmat joylarga borish shart emas. Mana shunaqa tabiiy joylar ham yetarli. Biz ham piknik qilib bo'lib, varrak uchirishni boshladik. Varrak uchirishni o'ziga yarasha gashti bor. Siz ham yoshligingizda varrak uchirganmisiz? Bu joyga albatta keling. Farzandlaringiz bilan yoshlikni eslab ketasiz. Varrak uchirish bolalar uchun ham, kattalar uchun ham juda zo'r mashg'ulot ekan. Adajonimiz varrak uchirishga yordam berdilar. Mani varragim juda ham tepaga uchdi. Zuhra ham harakat qildi. Uniki ham osmon sari parvoz qildi. Biram maza qildik, vaqt o'tganini bilmay qolibmiz. Agar siz ham stressdan charchagan bo'lsangiz, shu joyga keling. Ishoning, kayfiyatingiz 100% ko'tariladi. Atrofda odamlar qo'shiq qo'yib o'ynashmoqda. Mana musiqaga o'ynab oldim. Atrofni go'zalligini qarang. Hammamiz xursand. Bolalar yuguradi, kattalar videoga oladi. Rostini aytsam, shunaqa oddiy narsalar ham shunaqa kayfiyat berarkan. Na telefon kerak, na internet, faqat tabiat. Bu yerda vaqt ham tez o'tib ketadi. Shuncha gapiribmiz-ku, qayerga kelganimizni aytmammiz-ku. Bu joy Achchiq ko'l deyiladi. Biroz varrak uchirib ko'l tomon yo'l oldik. Achchiq ko'l sun'iy yoki yarim tabiiy suv havzasi bo'lib, suvi biroz sho'r. Shuning uchun achchiq deb ataladi. Atrofda keng ochiq hududlar, yashil maydonlar va dam olish uchun qulay joylar bor. Bu yerga asosan oilaviy piknik, sayr qilish va hordiq chiqarish uchun kelishadi. Qachon borish yaxshi? Bahor va yoz eng yaxshi vaqt. Ayniqsa kechki payt quyosh botishini ko'rish juda chiroyli bo'ladi. Orada shunaqa chiroyli rasmlarga ham tushib oldik. Ko'lga tushish oson bo'ldi. Qaytib tepaga chiqish esa biroz qiyin bo'ldi. Oyoqlarimiz og'rib ketdi-de. U yoqda Fotima adajonim bilan birinchi chiqib olishdi. Biz oyijonim bilan zo'rg'a chiqib oldik. Biroz dam olib, yana varrak uchirishda davom etdik. Ko'rganingizdek, varragim baland uchdi. Shamol zo'r bo'ldi. Hammani varragi baland uchdi. Xullas, bugungi kunimiz zo'r bo'ldi. Kech bo'lganini bilmay qolibmiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz eng zo'r obunachimsiz. Biz bilan zerikmadingiz degan umiddamiz. Bugungi kunimiz sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa sizdan like va komment kutamiz. Ayaz, Ayaz, sen bo'lsang bo'lar juda soz. Ayaz. Shu bilan bugungi sarguzashtimiz nihoyasiga yetdi. Esdalik uchun yana rasmlarga tushib oldik. Bundan ham qiziq videolarni ko'rish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Uyga qaytayotganimizda shunchalik charchabmizki, mashinada uxlab qolibmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha